Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyanın her qaysı joylaridagi aziz qarindoshlar. Mening ismim Qاسىمجان Aysa. Men G'ulja Qo'rg'as noya Chinsxo'z bozoridan. Men 2013 yilning oyida Misrga o'qish uchun chiqqan edim. Va mushu o'qish jarayonida meningki chet elga ketganligim sababli mening urug' tuqqanlarim, qarindoshlarim, el-og'illarim turmaga qamaldi. Ve şu vaka ve şu siyasetin ensirep ben 2017 yılı Türkiye'ye qaytib geldim. Ben Türkiye'ye qaytib gelgenden keyin meninki dadam ve mening inillerimden yani hükümet özü yol koyup Saudiyaga o'qishga chiqargan inim Abdurrahman Aysa ve onun akisi Hasanjan ve onundan başka urug' tuqqanlarimning hammasi kampıga solandı. 2017 yılı 2. aydan tartib ta hozirgacha hech qanday aloqamiz yo'q. Ulardan hech qanday aloqa qilib boqmadim, izlarigini tek o'qimayman. Şu bütün dünya jamoatchiligiga Xitoyninki gerçi o'zini aqlab biz uni qilmadik, buni qilmadik degan bo'lsa-mu, mening urug' tuqqanlarimning izlarining yo'qligi, men ular bilan hech qanday aloqa qilmaganligim, hech qanday yerdan ularning aloqasini topolmaganligimning o'zi Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirishidan iboratdan bu siyosatning ochiq dalilidir. Keng jamoatchiligi men buni oshkorlamoqchi.